Salonikalıqlarga yezilgan 2-chi xat. 1-chi bob. Menki Paulus ve men orqaliq Silas hamda Timotidin Xudo otimiz ve Rabbimiz İsa Mesihga mansub bo'lib, Saloniki shahrida yashayotgan e'tiqodchilar jamoatchiligiga salom. Xudo otimiz ve Rabbimiz İsa Mesih sizlarga mehr shafqat ve amonlik ata qilg'ay. Qarindoshlar, sizlar uchun Xudoga har doim shukr etishni burchimiz deb bilamiz. Chunki e'tiqodinglar bo'lgan siri kuchayotidir. Bir-biringlarga bo'lgan mehr muhabbatinglarmi cho'nqirishyotidi. Shunga biz Xudoga mansub bo'lgan har qaysi e'tiqodchilar jamoatchiligi orasida sizlardan faxrlanamiz. Chunki sizlar beshinglarga kelgan har xil ziyonkashlik ve qiyin ahvollarga bardoshlik berdinglar ve e'tiqodinglardan tavranmadinglar. Sizlarning bunda qiyin ahvollarda e'tiqodinglardan tavranmaganinglar Xudoning qiyomat kunida chiqaradigan hukmining adil ekanligini ko'rsatdi. Chunki Xudo sizlarning qiyin ahvollardami e'tiqodinglarda chin turadiganlardan sizlarni öz podshohligida yashashga loyiq hisoblaydi. Sizlar mana shu podshohlik uchun azob uqubat chekyapsizlar. Xudo odildir. U sizlarga azob uqubat keltirganlarning tegishli jazosini beradi. Shundaqla Rabbimiz İsa qudratlik farishtalar ve yolqinlik o't bilan arshdan qaytib kelgan chaqda Xudo azob uqubat chekkan sizlarga ve bizga aromlik berdi. Shu chaqda Rabbimiz İsa Xudoni tonishni xalmaganlarni ve o'zi haqidagi xushxabarni qabul qilmaganlarni jazolaydi. Bundaq kishilarning jazosi mangulik halokatdan iborat bo'lib, ular Rabbimizdan ve uning ulug' kuch-qudratidan ayrilib qoladi. O vaqtda Rabbimiz o'zining muqaddas xalqi tarafidan ulug'lanadi ve madhiylanadi. Shundaqla sizlarmi biz yetkizgan xushxabarga ishonganinglar uchun Rabbimizni madhiylaganlar orasida bo'lasizlar. Shuning uchun biz doim shundaq duo qilamizki, sizlarni chaqirgan Xudo bu ulug' chaqirig'iga munosib yashashinglarga yordam qilg'ay. U o'z kuch-qudrati bilan yaxshi niyatinglarni hamda e'tiqodinglar bilan qilgan hamma ishlaringlarni amalga oshirg'ay. Buning bilan Rabbimiz İsa Mesih sizlar orqali ulug'lanadi ve sizlarmi u orqali shon sharafga erishsizlar. Bu Xudoning ve Rabbimiz İsa Mesih'ning mehr shafqatidan keladi.